Gemoglobin nima yoki HGB nima? Umumiy qon analizi tarkibiga kiritilgan gemoglobin bu qizil qon tanachalari eritrotsitlar tarkibiga kiruvchi oqsil hisoblanadi. Asosiy vazifasi kislorodni tashish. Nimada o'lchanadi? Gram na litrda yoki gram detsitrda o'lchab olamiz. Normada ayollarda 120 gramdan 150 gram litrgacha bo'ladi. Erkaklarda esa 130 hamda 170 gram litrgacha bo'ladi. Demak, chaqaloqda, ya'ni endi tug'ilgan yangi chaqaloqda 145 gram litrdan 225 gram litrgacha bo'lishi norma yoki detsitrda 14,5 22,5. Bir haftalik chaqaloqda 135 ga 215 gram litr. Bir oylik chaqaloqda 100 gram litr va 180 gram litr. Albatta bu normal ko'rsatkich. 6 oylikgacha bo'lgan chaqaloqda 95 gram litr, 135 gram litr. 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqda 100 gram litr va 140 gram litr yoki detsitrda 10 yoki 14 deb olamiz. Eshitgan bo'lishingiz mumkin. Xo'p, qoni 7 ekan, qoni 8 ekan degan gaplar detsitrdan kelib chiqqan. 2 yoshlikgacha bo'lgan bolada 105 gram litr, 145 gram litrgacha. Xo'p, 13 va 14 yoshdan boshlab 115-155 gram litr, 16-18 yoshda 120-160 gram litr. Qayerda ishlab chiqariladi? Asosan qizil suyak iligida ishlab chiqariladi, ya'ni eritrotsitlar hosil bo'lish jarayonida ishlab chiqariladi. Yirik suyaklar, chanoq suyagi, tush, umurtqa suyaklari hamda qovurg'a suyaklarida ham ishlab chiqariladi.